Bizning manzilimiz Yangiqo'rg'on tumani, Kalsavoy. Bizni qoldirib qolamiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mening ismim Janob Jalol. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidanman. Bizning ish faoliyatlarimiz akfa eshik romlari. Albatta, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'rnatib berishimiz va o'lchab kelishimiz mutlaqo bepul. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z kanallarimizni ochganmiz. Instagram, YouTube, Telegram. Obuna bo'lib qo'yasiz, like bosib qo'yasiz. Kuzatib boring. Biz bu ish jarayonlarida sizlar uchun manfaatli bo'lish uchun parcha-parcha qilib videolarni joylab boramiz. Bizning manzilimiz Yangiqo'rg'on tumani, Kalsavoy. Manzillarimizni qoldirib qolamiz, marhamat. Xo'p, aniq manzil tashamiz Yangiqo'rg'on tumanida. Xo'p, kelganda Kalsavoy, mana bu yerda Elrizo nasiya savdo markazi. Bu yerda Chortoq tepdagi kiraverishda. Xo'p, Chortoq tepdaga kirganda, hop, bu chekka o'tamiz. Mana bu yerda joylashgan akfa